Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Sharq Turkistonda yangi bir navbatlik siyosiy harakatning bishorati ko'rilmoqda. Xitoy Angliyadan kalgush import qilmaslik bilan tahdid solmoqda. Saudiya Arabiston hoji nomzodlarini ogohlantirdi. Atoqli shoir, tarixchi Turg'un Almas haqida. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi bostirish siyosati xalqaroning kuchli tanqidiga duch kelayotganda, yana bir qatimliq yangi siyosiy to'lqinning yetib kelishi oldi turayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoy Tangirtog' to'g'rining 11-yildagi xabarida 6-iyundan 15-iyungacha o'lka darajalik 65 nafar rahbariy kadr yepiq shakllik o'rganishga tashkillangan. Partikom sekretari Chin Chuango bu jarayonda 2 navbat maxsus ko'rsatma xarakterlik leksiya so'zlagan. Hamda Xinjiangning bir qism asarlarini atalmish Xinjiang xizmati haqidagi muhim yo'l yo'riqlarini o'rgangan. Shuning bilan birga masalani cho'nqurlab tekshirish, manbasini qazish, o'rganishni eng kichik yurak bag'rig'icha yetkazishni tashkillagan ekan. Iyun oyining 5-dan tortib har qaysi joylardagi hukumatlar Xinjiangning atalmish ajdodlarning orzusini unutmaslik, burchini mahkam as saqlash temasidagi tarbiya xizmat yig'inini umumlashtirayotgan bo'lib, Xinjiang yadroliqidagi partiya markaziy komitetining Xinjiangni idora qilish strategiyasini ijtimoiy muqimlik va abadiy amallik barpo qilishdek bosh nishonini qat'iy ijro qilish chaqiriq o'tirib qo'yilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Analizchilar bu vaqt fikr qilib, bu hol Xitoy doiralarining atalmish ijtimoiy muqimlik nomida yana bir qatimliq zo'r ko'lamlik bostirish harakatini ijro qilayotganligining bishorati deb ko'rsatdi. Angliya Telegraf gazetining xabariga asoslanganda, Xitoy diplomatiya agar Angliya hukumati Huawei shirkatini cheklasa, 230 milliard funt sterling qiymatidagi Angliya kalgushining Xitoyga import qilinishi cheklanmaga uchraydiganligini bildirgan. Xitoy hukumati 90-yillardagi yuqumliq kalgush virusi kiritish sababli Angliyadan kalgushi, cho'shiq go'shi import qilmaslik embargosini bekor qilib etishga qo'shilgan edi. Biroq bu kelishim Angliya tor sistemasi 5G to'riq ko'tarishga Huawei texnikasini qo'llanmaslikqa munosabatli bo'lib qolgan. Xitoy ministri Hu Chunhua Angliyani ziyorat qilib 2 kun o'tgandan keyin Angliyadan kalgush import qilishga qo'shilgan. Gerçi Xitoyning import miqdori oralab 2.2%ni. Barliq cho'ng davlat va rayonlar qatorida eng oz bo'lsa-mu, Angliya kalgush korxonachilari Xitoyni yanada yoshirun bozor kuchiga zo'r bozor deb qarab kelmoqda ekan. Saudiya Arabiston haj ibodatining ado qilinish jarayonida siyosiy va mazhab xarakterlik shuar va fikrlarni oldini olish uchun turli tadbirlarning yo'li qo'yilganligini uqtirdi. Saudiya Arabistonning rasmiy xabar agentligi SPA'ning xabar qilishicha, Jiddiy shahrida taxt varisi Shahzoda Muhammad ibn Salmon riyosatchiligida ishki kabinet yig'ini chaqirilgan. Hajning ulug'ligi va sukunatiga daxl qiladigan barliq ish-harakatlardan saqlanish kerakligi ta'kidlangan. Ishki kabinetining mazkur bayonotida siyosiy mazmun va mazhabchilik tusidagi so'z iboralar va bu xil harakatlar hech bir shaklda qabul qilinmaydi. Yo'l yo'riqlarning ijro qilinishi va belgilamaga xilof qilmishlarning sodir bo'lmasligi uchun tegishli barliq tadbirlarning yo'li qo'yilganligi eskartildi. Biroq qaysi xil tadbirlarning ilindiganligi to'g'risida ma'lumot berilmadi. Turg'un Almas 1924-yili Qashqar viloyati Ko'nshahar noyisi Davlat bog' yesining Tarbog'iz kentida tijoratchi Imin Axun oilasi dunyoga kelib, 2001-yili 9-oyning 11-kuni Urumchida olamdan o'tgan. U boshlang'ich ham o'rta maktabni o'z yurtida tamomlab, 1937-yili ota-onasi bilan birga Muzdavon orqali G'o'ldi shahriga kelib o'ltiraqlashgan. 1939-yili 9-oydan 1942-yili 8-oygacha Urumchidagi o'lkalik Darul Muallimin maktabida, 1956-yili 6-oydan 1957-yili 6-oygacha Lushin adabiyot institutida o'qigan. U 40-yillardan boshlab rus, fransuz, ingliz klassik yozuvchilarining asarlari bilan tanishishga boshlagan bo'lib, uning ijodiy faoliyati shu yillarda boshlangan. Turg'un Almas chorak bir asrga yaqin o'tgan bu dunyodagi hayot musofasida nurg'un dishvorchiliklarga, jumladan surgun va siyosiy besimga uchraganning sirtida 1940 va 1970-yillari uzun muddat turmada yotgan. Turg'un Almas 1942-yili 8-oyda o'lkalik Darul Mualliminni tamomlagandan keyin Qarshahar noyisining Danzil yesidagi boshlang'ich maktabga mudir bo'lgan. 1943-yili Go'mindonchilar tomonidan qo'lga olinib, 1946-yili qo'yib berilgan. 1947-yili 5-oyda Ahmadjon Qosimi Jang Jijonglar Qashqarga kelganda Turg'un Almas 3 kishidan tarkib topgan xalq vakillari tarkibida Jang Jijong bilan suhbat o'tkazib, xalqning haqqoniy maydonini ifodalagan. Go'mindon doiralari 1947-yili 7-oyning 21-kuni kechasi Qashqar Darul Mualliminni qorshab, Turg'un Almasni tutqun qilib, sobiq Go'mindon 42-yilning Qashqar Yengshar noyisidagi harbiy qamoqxonasiga qamagan. U so'laqtayotgan chaqlardimi Güzilim qatorliq she'rlarni yozib, o'zining inqilobiy umidvorligi bilan so'nmas irodasini namoyon qilgan. 1949-yili 4-oyning 8-kuni turmadan ozod qilingan. Turmadan chiqqandan keyin Urumchiga kelib, o'lkalik Uyg'ur madaniyat uyushmasida ishlagan.
Turg'un Almas shu yili 8-oyda G'uljiga kelib, Olg'a gazeti tahrir bo'lgan. 1950-yildan 1953-yil 7-oygacha Qashqar va Urumchida jamoat xavfsizlik sohasida mas'ul xodim bo'lib ishlagan. 1953-yil 7-oydan e'tiboran kasb almashtirib, Uyg'ur Abnum Rayonlik Adabiyot San'atchilar birlashmasining qarmog'ida tahrirlik, tarjimonlik va adabiy ijodiyat bilan shug'ullangan. Turg'un Almas 1970-yili 8-oyda kommunist Xitoy hokimiyati tomonidan qo'lga olinib, chedg'isiz ochliq va 300 metr cho'nqurlikda ko'mir ko'lashdagi og'ir jismoniy emgak ostida 7 yillik turma hayotini oxirlashtirib, 1977-yili 10-oyda yo'riqlikka chiqqan. Turg'un Almas 80-yillardan burun adabiyot, ijodiyat, she'r, drama va post ijodiyati bilan shug'ullanib, Tutqun, G'erib Mo'may, Jamila, Ikki tomchi yosh, Cho'pon, Tallarim yaproq, Yoshliqim, Ona tuproq uchun qatorliq inqilobiy she'rlarni yozib, xalq ommasining Go'mindan hokimiyatiga qarshi kurash qilishga chaqirgan. Uning Tallarim yaproq nomli she'ri xalq orasida naqsh qilib etilib, vatanning hamma yerlariga tarqalgan. Turg'un Almas adabiy ijodiyatga kirishgandan buyon adabiyotning har qaysi turlarida nurg'un asarlarni yozgan bo'lib, uning Tarim shamollari, Tong Sahar nomli she'r to'plamlari, Pichoq daromasi nashr qilingan. Turg'un Almas yuqori tilga ilingan asarlardan tashqari adabiyot va tarix tadqiqotiga doir 40 parcha ilmiy maqola yozgan. Bu maqolalar Tarim, Xinjiang madaniyati, Xinjiang yoshlari, Xinjiang ma'arifi, Qashqar pedagogika instituti ilmiy jurnali, Qashqar adabiyoti, Milliy yozuvchilar qatorliq jurnallarda e'lon qilingan. Turg'un Almas 1980-yillardan keyin tarix tadqiqotiga kirishgan bo'lib, Uyg'ur adabiyot tarixi va Uyg'ur tarixiga doir 40 parcha ilmiy maqola yozgandan sirtida, G'ullarning qisqish tarixi, Uyg'urlar, Uyg'ur idiqut xonligi, Turklar va qadimki Uyg'ur adabiyot qatorliq cho'ng hajmdagi asarlarni yozgan. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.